6 sotiqlik hovli so'raganlar uchun mana tayyor hovli bemalol kelib yashasangiz ham bo'ladi, yo boshqatdan qursangiz bo'ladi. Tayyor yashaydigan xonalari bor, podvali bor, 6 sotiq to'rtburchak. Snosga ketmaydi, kadastr hujjatlari bor. Eng yaxshisi zo'r lokatsiya. Ketik xonalarni ko'rsatamiz. Mana shu imoratimiz, bitta xona va shuni tagi podval. Marhamat, hurmatli operator. To'liq aboyda pollar qilingan, tapchan sifatida pollar qilingan, senkalari bor. Bemalol gilam tashlab yashasa bo'ladi. Bugungi hovlimizda gaz, svet, suv hammasi bor. Faqat kanalizatsiya yo'q ekan, kanalizatsiya o'sha tashqaridagi yama. Hovlimizda mevali daraxtlar bor, ayrim va hojatxona bor. Hovli bo'm-bo'sh, hech kim yashamaydi, hech kim qaramagan. Bemalol ekin-tekin qilsangiz bo'ladi. Endi podval qismini ko'ramiz. Va podval qismimiz mana odamni bo'yi yetadigan darajada bu yerda oshxona sifatida foydalanib kelgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Gaz plita qo'ysa agar, mana gazlar bor, vытяжкалар bor va bitta tozalab mebellarni kiritib, o'tirib ovqatlanadigan sharoit qilsa agar, bemalol yashasa bo'ladi. Hurmatli do'stlar, bugungi hovlimizga atiga 85 ming so'ralyapti. Yana savdosi bor. Bemalol kelib savdolashsangiz bo'ladi. Hovlimiz qayerda joylashgan deysizmi? Shaharning yonida, o'sha shaharga juda ham yaqin, Buxoriy mahallasida va Family Parkga 1 kilometr ichkaridan, Family Parkdan. Mana keling, bu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Hurmatli operator, qurilayotgan domlarni ko'rsatsangiz, shu Family Parkning yonida qurilayotgan domlar. Shunday 1 kilometr ichkarida shu hovlimiz joylashgan. Hurmatli do'stlar, kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi raqamlarga tez murojaat qilamiz. Men esa tashqaridan ko'rsataman sizga. Tashqaridan ana shunaqa ko'rinishda bitta ko'rsatsangiz, hovlimiz o'sha paytda qurilgan, shunday turibdi. Почти hech kim yashamagan. Ikkita yonda yaxshi qo'shnilar bor, qo'shnilardan umuman muammo yo'q. Uy olmasang ham qo'shni ol deganlari to'g'ri ekan, qo'shnilar juda ham yaxshi. Bitta asfalt qilinsa agar yaxshi ko'chaga aylanadi. Eng qizig'i shaharga juda ham yaqin. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi raqamlarga murojaat qilamiz. Narxi 85 ming. Hovli 6 sotiq. Ulgurib qoling. Hammaga chiroyli o'ylar nasib qilsin. Rahmat.